O'zbekistonda turib lichkamga juda ko'p yozasizlar. Aka, men ham trakka o'qimoqchiman, nima qilishim kerak deb. Maslahat bering deysizlar. Akalar, maslahatim birinchi o'rinda Amerikaga kelishinglar kerak. Akkumulyatoriz o'tirib qoladi. Orqa farizani qoldi balakasi. Ayo, yonib turibdi. Hop. Amerikaga kelganinglardan keyin akalar bu yerda ishlash uchun ruxsatnoma olasizlar. Ayol kishilar ham o'qiydi bizda aytmoqchi. Yo'q, o'zi ahamiyati yo'q. O'zbekistonda 45 yillik stajlar bormi, 186 ta praviyalar bormi, buni vashi farqi yo'q. Amerikaga kelasizlar, akalar ishlash uchun ruxsatnomani olib turib, bu yerda 2 haftada trakka pravasini olsanglar bo'ladi o'qib. Bizdaqa 5 yil, 85 yil o'qishinglar shart emas. 2 haftada olsanglar bo'ladi. Ingliz tili bilish shartmi degan savollar ham ko'p tushadi. Akalar ingliz tili bilsanglar yaxshi, bilmasanglar ham olsanglar bo'ladi pravani, lekin ertaga yo'lda yursanglar hech bo'lmasa bazaviy ingliz tilini bilishinglar kerak. Ya'ni salomga ali olishni bilishinglar kerak. Nimaga kerak deyapman? Kerak. Aska tishim orasi ochilib qopti. Mata tishim yo'qda meni. Pravaga qattiq o'qiyman, qattiq olaman deb qiziqishinglar mumkin. Prava olish juda ham oson, sababi akalar bizda Turansizel School bor, imенно shu trakchilar uchun prava beramiz. Tuprgilar uchun qaranglar gapirsam. Bir martalik to'lovi bor 2,5 ming. Shu bilan o'qishni bitirib ketasizlar. Uning ichida birinchi imtihoninglar bor. Undan tashqari boshqa shtatdan kelganlar uchun alohida uy qilib beriladi. Juda ham katta, hamma sharoiti bor. O'zbekistonda ancha shunaqa uylarda yashamaydi. Tashqi bosaveramiz. İşte manzil Agayo shtatida joylashgan akalar. Tagim